İranning harbiy kuchi 21-asr boshlanganiga qadar Ironliklar Parisni eletdi. Ironning tarixi haqiqatan mo'l bir tarixdir. Ular milodiydan ilgari bek kuchli edi. Paris imperatorligidan Buyuk Iskandargacha ajoyib tarixiy sahifalarda o'rin olgan edi. Ironliklar 637-yili arablarga qarshi urushda mag'lub bo'lgandan keyin shaharlarga arablar kirib islom tarqalishga boshlagan. Lekin urush jihatda bugun boshqacha. Chunki Saudiya Arabiston bilan Iron Yamanda hozirga qadar urushmoqda. Iron xalqaro energiya bexatarligi va dunyo iqtisodida mo'l neft va tabiiy gazdan iborat muhim manbalarga to'liq ega. Lekin Amerika va Isroiliya sababidan ko'plagan davlatlar Ironga embargo qo'yib, uning iqtisodini ojizlashtiryapti. Ammo harbiy sohada hali ham o'zini kuchli tutib kelmoqda. Ironda hozir 83 million kishi yashamoqda. Askarlik vazifa o'taydiganlar 39 million 500 ming, askarlik yashiq etganlarning soni 1 million 400 ming. Ironda nurg'un ozarbayjonliklarning yashayotganligi bir haqiqat. Ularning soni taxminan 25 million. Hamdi Ironning harbiy kuchiga qarab chiqayli. Ironda hozir umumiy askar soni 1 million 200 ming. 550 ming askar tayyor holatda. 650 ming zapas askari bor. Iron 1980 bilan 1988-yil oralig'ida Iroq bilan urush qilgan. Rayonda yana urush bo'lib qolish ehtimolligini ko'zda tutib, harbiylarning sonini yuqori tutmoqda. Endi havo armiya kuchiga qarab chiqayli. Ironda 500 havo quroli, 310 urush aeroplani, 180 hujumchi aeroplan, 200 yuk taq to'shig'ich aeroplan, 100 mashq aeroplani, 130 tikushar aeroplani, 20 hujumchi tikushar aeroplani mavjud. Quruqliq armiya kuchi. Ironda 2110 tanka, 1600 Beronovik avtomobil, 600 zenit top, 2100 tartni top, 1500 ko'p xillik raketa atqushlar mavjud. Dengiz armiya kuchi. Ironning paraxod kuchi 400. Avtomatkisi yo'q. Qo'g'dug'uchi paraxodi 5. Qo'g'dug'uchi paraxodi yo'q. Kichik urush kemasi 3. Suv osti paraxodi 35. Sohil bexatarlik paraxodi 260. Mina qo'yg'uchi paraxodi 5. Shunisi aniqki, Ironning mustaqil qo'shini bor turug'liq, yana birga Ironning navbatchi qo'g'dug'uchi qismi bor. Bular Ironga tava bo'lsa-mu, boshqa bir birlik bo'lib, bularning ichida quruqliq armiyasi, havo armiyasi va dengiz armiyasi bor. Bu askariy birlik asosan Ironning ichki birligini qo'g'daydigan bo'lib, bu qismni din qo'shuni desakmi bo'ladi. Endi boshqa tafsilotlarga nazar solaylik. Ironning bugungi mudofaa xamjoti 12 million 500 ming dollar. Oltin va tashqi pervod zapas boyligi 135 million dollar. Setib olish kuchi 1 milliard 500 million dollar. Ironning yer ko'lami. Ironning hozirgi yer ko'lami 1648 ming kvadrat kilometr. Bu jihatdan dunyodagi eng chong 17-davlatdir. Shundaq, ko'rganimizdek Iron kishining diqqatini ajoyib jalb qiladi. Chunki davlatning o'zining qo'shini ham navbatchi qo'g'dug'uchi qismi bor. Navbatchi qo'g'dug'uchi qismi 1979-yili Ayatullah Humayni tarafidan qurilgan va bugun ularni Ironning CICC desakmi bo'ladi. Suriya urushi portlagandan keyin Iron va Rossiya bir bo'lib Asadga yordam qildi. Iron bu qatim o'zining kimning tarafida ekanligini ochiq holatda isbotladi. Bu aslida Amerika kutgan yo'l edi. Ammo kutilmagan ish bo'lsa, Turkiyaning oxirgi yillarda Rus bilan bir tarafda bo'lishi. Biroq Turkiya bu tarafga o'tishi bilan Saudiya Arabiston Ironning maxsus dushmani bo'lgan Amerika va Isroiliya bilan bir safda bo'ldi. Saudiya Arabiston Amerikaga shu qadar moslashdiki, bundan keyin Saudiya Arabistondagi ayollarning mashina haydashi cheklanmaydigan bo'ldi. Ve pat yaqinda ayollarning beshini yo'gishining majburiyligi qo'ldan ketib qolishi mumkin. Bu statistika 2018-yili olib berilgan.